Hozir boshladi aka. Anaviga bunday bo'lgan ekan, bunga bunday bo'lgan ekan. Boshladi aka. Qanchalik ma'qul keladi deb o'ylaysiz aka bu? O'ylaymanki, bu o'yinimizdagi prizlarimiz va obunachilarimizga ma'qul keladi deb. Eng zo'r joyi bu o'yinimizda obunachilarimiz uchun bepul mashina ham bor. Podelиться o'yin uchun. Videomizni tomosha qiling, videomiz davomida aytib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, biz yangi o'yinimizga start beramiz. Bu o'yinimizda biletimizning narxi 2000 rubl, bilet soni 9700 dona. Bilet xarid qilish uchun raqamlarni kommentariyada qoldiramiz. Aziz do'stlar, bu o'yinimizga qo'yilgan prizlarimiz 4 ta mashina va Kawasaki mototsikl. Pullari ham beriladi. Bu prizlarimizdan tashqari yana boshida sotilgan 500 ta biletlar uchun ham sovg'alar bor. Sovg'alarimiz 150 ming rubl Ilhomjon Pardayev prizi va 50 ta podarishni bilet. 500 talik o'yin shartlari oddiygina do'stlar, mana shu o'yinimizga hozirdan bilet olsangiz, boshida sotilgan 500 ta biletlar orasida o'yin o'tkazib, o'z sovg'alarimizni topshiramiz. 500 talikda qatnashgan biletlar katta o'yinda ham qatnashadi. Sizda bitta emas, 2 ta shans. Do'stlar, bu o'yinimizda obunachilarimiz uchun bepul Nexia 2 mashinasi ham qo'yilgan. Uni ham shartlari oddiygina mana shu videomizda tanish bilishlarga, gruppalarga podelиться qilib, skrinshot qilib bizni WhatsAppga jo'natasiz. Biz eng ko'p podelиться qilgan 20 kishi orasida o'yin o'tkazib, Nexia 2 va 10 ta podarishni bilet sovg'alarimizni topshiramiz. Hozirdan boshlang. Ana endi do'stlar, mashinalarimiz bilan yaqindan tanishamiz. Наш главный приз – Mercedes GLE AMG 2022 года. 3 литра бензин, 449 лошадиных сил. Наша вторая машина Mercedes-Benz S-класс 2018 года выпуска. Объем двигателя 3 литра бензина, 367 лошадиных сил. Наша третья машина Toyota Camry 2019 года выпуска. Двигатель 2,5 литра, 181 лошадиная сила. Наша четвертая машина Kia Optima 2018 года. Объем двигателя 2,4,5 литра, 188 лошадиных сил. Наш пятый приз – мотоцикл Kawasaki 2023 года. Eslatib o'taman do'stlar, biletimizning narxi 2000 rubl, bilet soni 9700 dona. Agarda 5 ta bilet olsangiz, bitta 10 ta bilet olsangiz, 3 ta qo'shib ham beriladi. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Shu bo'ladigan o'yinimizda hammaga omad.